OnePlus kompaniyasi o'zining yangi flagmani OnePlus 15 ni taqdim etdi. Yangi model o'z dizayni ixcham OnePlus 13 dan olingan. To'g'ri va mat qirralar, tekst displey hamda yumaloq burchakli kvadrat kamera bloki bo'ladi. Kutilganidek flagmanda Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori joylashgan hamda qurilma kosmik darajadagi aerogel sovutish tizimi bilan jihozlangan. Batareya hajmi 1300 mAh ga oshgan, ya'ni 6000 dan 7300 ga. Texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, displeyi 678 dyum 1.5 ga LTPO OLED displey 165 Hz bilan. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ultra keng burchakli kamera ham 50 megapiksel, telefoto kamerasi ham 50 megapiksel. Oldi selfie kamerasi esa 32 megapiksel. Xotiralar 12 ga 256, 16 ga 256, 12 ga 512, 16 ga 512 hamda 16 ga 1 terabayt. Quvvatlanishga keladigan bo'lsak, 120 wattli simli hamda 50 watt simsiz tezkor quvvatlashga ega bo'ladi. Telefonning narxi Xitoyda $565 dan boshlanishi kutilmoqda. Xo'sh, narxiga arziydimi? Agarda sizda shunday imkoniyat bo'lganda, siz bu smartfonni olgan bo'larmidingiz? Qo'shimchasiga, agarda siz qimmatroq telefon sotmoqchi yoki arzonroq yangi telefon olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, men yangi Telegram kanal ochdim. Ushbu kanal linki bioda. Obuna bo'lib qo'ying.